Endi doğruluk şorpuda pişirilgan kalı go'shtni hammanglar yeb baqsanglar. Biz bugun shogird bolalar bilan doğruluk şorpuda pişirilgan go'shtninki tayyorlash usulini, shunaqla bu go'shtning narini ishiltamiz buningga. Ko'pincha odamlar har qanday xohlagan go'shtni sep turib oladi. U xato. Hamda buningga cho'qimish janzuru. Qaranglar. Ma kalı go'shtning mishada bir 5 kilo chiqadigan. Bak chiqsa, naayatda bir xil asan-usanning rangida chiqadigan bir go'sht bor. Mana ma go'sht, qaranglar. Mush go'shtni ishiltib, ma tigi chiqarib atadigan yerlarni chiqarib, lag'mansaga qisaq bo'ldi. Ammo yangban neyroning go'shiga cho'qim janzuru ishiltimiz. Juma, ishlab arib olamiz yo'l bilan, ha. Bu go'sht birse izlib ketmaydi. Yani birse bo'liq bir xil bo'ljongdak, bir xil yo'l bilan chiroyli pishadi bu go'sht. Endi buni biz doğru-darmaklik sho'rpida pishirgan bo'lsak, kepini qilmanglar. Mavo janzuru. Ko'rdingizmi? Yangban neyroga janzuru ishiltimiz. Bu go'sht mana qaranglar, asasaning rangida deganda ma o'tirishni yerib biray ana kim bilsizlar, ha. Janzuru. Endi buni bundaq maylarni cho'qim eliyapmiz, qaranglar. Pakiz eliyapmiz, shumi? Maylarni eliyapmiz. Bundaq xiyollarni eliyapmiz. Tamam. Yo'l bilan. Mush yo'l bo'yicha. Bir kalıdan kögünlükte bek çıksa ama janzuru go'sht 3 kilodan 4 kilo çıkıdı. Hem bunu ayrım almışsak 75 koydan 80 kilo alamaz. Hem bizde ma aşkan 10 kilo 20 kilo go'sht alsak, bunun xet berdi. Şu 65'ten 70 koygacha alapta yen go'shtni alsak bunu shunday chiqadi. Hem bu janzuruni biz pashlaymiz, ha. Qarang. Hem de biz şu go'sht cho'kida qo'yamiz, qaranglar, ha. Ro'zaytonliga muborak bo'lsin. Hem de biz mavi et yeyotdi, et ayam. Hem et ayamda go'shtni suv sepib pishiravermay, mavsulda mayli qo'y go'shti, ya kalı go'shti, ya to'q go'sht pishiringlar. Mayli hem de qandaqli go'shtni pishirsanglar, nayt payz chiqadi. Biz so'g'aq suvga mana shinshan janzuruni soldik, qaranglar. So'ng piyoz, qaranglar mana. Samsak, qo'zoqtachin, shakal badiyan, Hindiston lasi, bayji, qaranglar. Xuyshan, shangye, togo, kavauchin. Biz ham xushparaq materiallarni sep bo'ldik. Tetig'idek to'z, tetig'idek oqmoch, tetig'idek tetitqo, tetig'idek to'xtam javiri, jijing, tetig'idek holatda lavchuvang. Hamda bu meniki qo'limdagisi qaysi kuni men darsga tiqqan ko'ydirilgan shakar qiyami. Tangsu, tapanji qo'rg'onda tangsu chiqirmizmi? Shu. Undagan bo'lsa asos qurishlar nihoyatda bir xil yengil, chingdan holatda nihoyat payztamda chiqadi, mush holatda pishirsak bo'ldi. Qanday go'sht pishirsangiz, mush tamda pishirsangiz, mush usulda pishirsangiz, mayli bozor yaymalat sotamsiz, nemish qilsangiz aqidi, ha? Qaranglar, mening o'zi ko'pik, hamda oshpaz ustamlar, pishqan ustamlar bunga diqqat qiladi deb qarayman. Lekin men o'rganayotgan bizningki izbosar bolalar har qanday qo'rma va yoki har qanday sho'rib tayyorlaganda cho'qim ko'pikni suzsanglar yaxshi. Süzgen çağda ama üstündeki meyi ekip ketmesi küçük ama da bir köpük ötmeydiğen çoyla basam çoylu süzanlar, değil mi? Köpük süpetine toluk buzot alaydı o. Mesela her kanda tamaknınki şorup biteversinki köpükün pakı süzmüsanlar süzük çıkmaydı o. Nahayette meynet rengi mentandaki çıkıp kalır, değil mi? Ondan sonra biz janzuru sal testak pişidi. 30 minut goyago dümleymiz. 30 minut goyagonun otunu ölçüp yana dümleymiz, ha? 30 minut bu deganimning o'zi o'tda 30 minut dumlaymi? 30 minut qo'yib qo'yib o'zining issiqlikda taki suv yilman holatgacha sho'rpisi. Shuningcha dumlasak bo'ldi. Biz doğruluk sho'rpida pishirilgan yangban neyro, ya'ni so'g'ik kalı go'shtninki go'shtini hozir 30 minut qaynatib pishirdik yuqori besimli o'tda. Endi 40 minut dumlab pishiramiz. Ondan keyin bu go'shtga tam haqiqiy singib, go'sht haqiqiy bir xil mazali holatda pishib chiqadi. Unda olgan bo'lsa, ma go'sht hozir tirik chiqdi, shunami? Lekin bu qat-qetidan pishib bitiglar. Nemishqa? Biz buni 40 minut voyaga yetkazib, haqiqiy doğru-darmaklarning tam qurishlarninki singib kirish uchun 40 minut dumladik o'zininki issiqlik energiyasi bilan. Qaranglar. Mana go'shtni suzdiqqa qaranglar.
Hamda bu kalınınki haqiqiy bulcun güşe cuma. Bulcun güşe qaranglar. Yüzden ma şorpuninki, doğruluq şorpuninki yüzden quydigan bolsak bu na paqrab payzop ketidi. Dasturxonga mana mush holatda chiqsangiz, qaysi mehmonlaringizning oldida yuzingiz bo'lmaydi, shunami? Qarab beqinglar. Mush holatda tayyorlab, rozaytni dasturxonga bir tizib beqinglar, qani mush go'shtni. Ya bo'lmasa, Urumchi Qasimjonda malay ta'mir oshxonasi kelinglar, men o'zim bir pishirib beray. Endi buning ustiga eng mos keldigini, shansay emas. Bu piyoz qon besimning doğrusi. Go'shiga vaqtida qanda may ovib ketmasin, mayni siyray desangiz, shu piyoz yesangiz bo'ldi, chima. Hozir piyoz beramiz mana. Ma go'sht degandan. Endi mushundaq tamlik pishgan bir go'shtdan necha xil sayning chiqadiganini bilamsizlar. Buni pishgan ustamlar bo'lsa, mush tamlik chiqqan sayni sovuq say, issiq say yoki suyuq salang tomoq yoki sho'rputular bo'lsin, nurg'un qo'rim tomoqni chiqarib yetgan bo'ldi. Avval mush tamni jagun qilish, keltirish pek muhim. Endi bugun biz shu janzuruni bir yapaqlar, lo'li qilgan go'sht qaranglar. Ko'rdingizmi?